Bizda ko'rib turganinglardek Bobur Mansurovni PUBG'ga X-Suite kepti. Bobur Mansurov menga juda ham yoqadi. Shu uchun bu X-Suite'ni tushirib, full darajaga ko'tarib olamiz va Livikda qaqshatqich o'yinlar ko'rsatamiz. Bo'lmasam X-Suite'ni obzorini boshladik. Ruletga kirishdan oldin nimalar borligini ko'rib olamiz. Ko'zimizga birinchi tashlangan bu Bobur Mansurovni o'zi burgut, sher, mifik lobby va qanaqadir ramka ekan. Endi ruletkaning ichiga kiramiz. Mana bu X-Suite'imizni birinchi leveldagi ko'rinishi. To'g'risini aytaman, bu safar personaj ustida ham, animatsiyalar va ko'rinish ustida ham ancha seryozni ishlashibdi. Malades, respect PUBG. Faraon va Vorondan keyin menimcha eng legendarniy X-Suite bo'lib qolsa kerak. Sizlarning fikringiz qanaqa? Kommentariyaga yozinglar. Endi ikkinchi urovindagi ko'rinishni ko'ramiz. Ikkinchi urovin esa emotsiyali ekan. Emotsiyasini to'liq ko'rib, keyin baho beramiz. Umrimda birinchi marta bunaqa ko'p emotsiyali X-Suite'ni ko'rishim. Ko'rinib turibdi, juda ham seryozni ishlashibdi bu X-Suite'ning ustida. Endi 3-levelini ko'ramiz. 3-levelda вообще boshqa dunyo-yu, boshqa atmosfera berish yo'q. Mana haqiqiy shedevr. Bu kilchat ekan, kilchati takoy default. Va mana oxirgi flowy formasi. Eng oxirgi levelga ko'tarsiz, mana bunaqa emotsiya bilan sizga orqadan qarab qo'yar ekan. Ustidagi qora plashiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. X-Suite'ga juda ham mos tushgan. Agarda sizga X-Suite yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozishni unutmanglar. Sizlar bilan boyaki bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha